Beshik bolasi bek bolasi deydi dono xalqimizda. Azaldan ajdodlarimiz tomonidan chaqaloq tug'ilishi bilan uni beshikka yotqiziladi. Va bugungi kunga qadar Surxondaryo viloyatida beshikka solish marosimiga aylanib ketgan. Kelinjanu chaqaloq topgan, tog'asiga ayting beshik topqisin. Chaqaloqni beshikka solamiz. Ya bismillah. Ya bismillah. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aqin tog'asi. Ay barakallah. Dastlab urf odatlarimizga ko'ra chaqaloq qo'lga olingandan keyin beshikka solinib o'ngma, o'ngma, o'ng bo'lsin. o'ng bo'lsin degan so'zlar aytilib, shundan so'ng egasi keldi, kuchiga qochsin degan Farishtalar qo'ynini ochsin. farishtalari qo'ynini ochsin degan so'zlar bilan bola Beshikka bo'laymiz. Egasi keldi, kuchiga qochsin, farishtalari qo'ynini ochsin. Beshikka bo'ylashning shunday odati shunday. Mana bola chiroyli bo'lib, qomatlari chiroyli bo'lib, oyog'i, qo'li tekis o'sadi. Mana qo'lini keyin masalan qo'yib qo'ysa qo'rqib qoladi chaqaloq. Yaxshilab baylab qo'ysa orom uxlaydi. Beshik xalqimizning bebaho merosi bo'lib, bu chaqaloqning osuda, tinch ulg'ayishiga xizmat qiladi. Beshik nafaqat bolani yotqizish vositasi, balki bolaga bo'lgan mehr, muhabbat timsoli ham hisoblanadi. Surxondaryo viloyatida bola beshikka yotqizilgandan keyin momolarimiz tomonidan qo'rqma deb uni tinch osuda yotishi uchun mana shu so'zlar aytilib, mana shu jarayonlar amalga oshiriladi. Beshikdan baqirib kelsa qo'rqma, bovasi baqirib kelsa qo'rqmasin, otasi baqirib kelsa qo'rqmasin. Otasining uyqusini berdik, momasining uyqusini berdik, bovasining uyqusini berdik, yenasining uyqusini berdik. Orom uxlasin bolamiz. Bola beshikka solingandan keyin momolar tomonidan alla aytiladi. Bu jarayonda ham kelinlar allani qanday aytish kerakligi bo'yicha ham ko'rsatma berib o'tiladi. Alla bolam, alla ya, jonim bolam, alla ya. Alla bolam, alla ya, uxlaydigan palla ya. Alla bolam, alla ya, jonim bolam, alla ya. Alla bolam, alla ya, uxlaydigan palla ya. Ay tağlardagi shunqarma, alla ya. Ay beshikdagi qo'chqarma, alla ya. Ay jigitlarning sardori bo'l, alla ya. Ay yuragimning madori bo'l, alla ya. Beshikda ulg'aygan bola sog'lom bo'lib voyaga yetadi. Shu sababli beshik o'zbek oilalarining ajralmas bo'lagi hisoblanadi.